erkakda spermogrammada spermatozoidlar miqdori, ularning harakatchanligi, ularning morfologiyasi hammasi zo'r bo'lgani bilan erkak bepusht bo'lishi mumkin. Buning asosiy sababi bo'lsa, erkakda juda ham ko'p laboratoriyalarda ko'rilmaydigan ikki pokazatelь, ya'ni ikki ko'rsatma. Birinchisi Mar test, ikkinchisi bo'lsa DNK fragmentatsiya spermatozoidov. Bunday hollarda hattoki ba'zi bir joylarda spermogrammalar bir necha marta ko'riladi va erkakka sen farzand ko'ra olasan, senda hech qanday muammo yo'q deydi. Va aynan shunday bemorlar bizning qabulimizga kelganda chuqurlashtirilgan sperma tahlilida aslida spermatozoidlarda miyasida muammo borligi, ya'ni DNKsida yoki bo'lmasa ularda Mar test kasalligi, ya'ni autoimmun kasalligi borligi isbotlangan va ularga to'g'ri yondoshib, ana o'shandan keyin haqiqiy farzandli bo'lish imkonini berganmiz. Agar siz ham farzandsizlikdan aziyat chekib kelayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa sizga senda hammasi yaxshi desa-yu bir necha yildan beri